Assalomu alaykum. Hozir OOPdan final examni bo'lgan imtihonda tushgan tasklarni qaytadan ko'rib chiqamiz. Men GitHubdan ustozni akkauntlarini topib, ya'ni o'tgan safar klon qilgan proyektimizni topdim va hozir uni klon qilamiz va uni ustida ishlashni boshlaymiz. Klon bo'ldi. Endi proyektni ochamiz. Bu yoqda berilgan edi. Buni part 1 qismi, ya'ni initial basic requirement, bular already qilingan, oldindan qilingan. Biz bo'lsa bu yoqda ikkinchi additional final exam requirementlarni qilishimiz kerak edi. Va bu yerda bizga ustida ishlash uchun 5 ta metod bor edi. A1, A2, A3, A4, A5. Va bularni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun bu yoqda sourcening ichida test degan fayl berilgan. Buni run qilganimizda, buni agar run qiladigan bo'lsak, pastda mana bu yerda javobi chiqadi. 20 tests failed out of 20 tests total. Ya'ni shu yerda nechta test bo'lsa, shuncha taskni biz to'g'ri bajardik degani. Ya'ni bu yerda 20 ta test bor, bizda bo'lsa 5 ta metod bor xolos. Bu degani bitta testga o'rtacha bitta metodga 4 tadan test tuzilgan. Qancha ko'p metodlarni to'g'ri bajarsak, shuncha testdan o'tgan bo'lamiz. Va bizda asosan ustida ishlashimiz kerak bo'lgan papka main ichida va u car repairing. Pastga tushsak, mana bu yerda cancel booking, get nearest after service by car model, get after service, top rated after service, total spend va most popular after service. Shularning ichidan shularni qilishimiz kerak. Birinchisi cancel booking. Bu yoqqa requirementsga o'tsak, o'zi nima qilishligimiz aytib o'tilgan. If booking exists and hasn't been rated yet, it can be cancelled. Return true if cancellation succeeds. Return false if the booking doesn't exist, is already cancelled, or booking is already rated. Ya'ni bizda bu yoqda tepaga chiqadigan bo'lsak, bookings degan map bor. Map bu xuddi Pythondagi dictionaryga o'xshaydi. Mapimizda key qismida integer berilgan, ya'ni bu xuddi SQLdagi row ID ga o'xshaydi, prosta integer. Booking sequence bilan boshlanadi, ya'ni integer oxirgisi nechta bo'lsa, shuncha booking bo'lgan hisoblaniladi. Shunchaki nechta booking borligini sanab turishga u. Bookingda value qismida bo'lsa, booking degan object bor. Booking degan objektning ichida bizda book ID bor, o'sha bookingni qilgan driver bor va after service bor, ya'ni qaysi after service booking qilganligi va list of services. Bu driver ishlatmoqchi bo'lgan servislar ro'yxati va cancelled, ya'ni cancel qilinganmi yoki qilinmaganmi. True bo'lsa, demak bu cancel qilingan bo'ladi. Integer rating, ya'ni rating qo'ygan va kommenti qo'ygan kommenti. Va biz nima qilishimiz kerak? Bookinglarning ichidan hozir biz, ya'ni booking degan mapning ichidan iterate qilib chiqamiz va uni booking cancel qilingan qilinmaganligini tekshiramiz va rating qo'yilgan qo'yilmaganini. Chunki rating уже qo'yilib bo'lgan
anaqani bookingni biz cancel qila olmaymiz, chunki u уже qilinib bo'lgan. Shuning uchun oldin iterate qilib chiqamiz. For booking, booking in bookings.values valuelari ichidan iterate qilamiz. Agar bookingni book idsi teng bo'lsa book idga bizga berilgan va is cancelled false bo'lsa, booking dot is cancelled is equal to false va yana ratingi booking dot rating is null bo'lsa, biz nima qilamiz? Bookingni set cancelled qilamizda true ga va return true qilamiz. Boshqa hamma holatlarda return false o'zi qaytadi. Qani testni yurgizib ko'ramiz. 5 tasi o'tadi ekan. To'rtta testdan o'tdik. Qaysi testdan o'tganlaringizni ham ko'rsangiz bo'ladi, mana bu yerda. Cancelled booking returns true, cancelled booking not counted, cancelled booking not counted for profit, rated booking not cannot be cancelled. Demak, shu to'rtalasidan o'tibmiz. Ya'ni keyingisi nearest after service by car model, ya'ni bizda уже keyingi metodga o'tyapti. Demak, biz birinchi metodimizga oid hamma testlardan o'tganmiz. Xo'p, bu yerda nima qilish kerak? Get nearest after service by car model. Ya'ni mana shu bu car model, bizni mashinamizda car model, current coordinate biz turgan koordinata. Avtoservislar ichidan bizga eng yaqin bo'lgan avtoservisni qaytarishimiz kerak. Qaysiki bizning car modelimiz, o'sha avtoservisni car modeliga to'g'ri kelish kerak. Buning uchun eng yaqinni qaytarishda sizda bo'lsa Dijkstra algoritm bor edi. O'shunda max size shunga o'xshagan sistemdan import qilib ishlatgandik. Javada ham xuddi shunaqa narsa bor. O'shuni olamizda va har bitta avtoservislarni loop through qilib chiqib turib, bizda find difference between two coordinates degan metod bor edi. O'sha metodni chaqirib turib, hozirgi bizni turgan koordinatadan avtoservisning koordinatasigacha bo'lgan farqni topib, har safar agar o'sha orasidagi farq oldingi avtoservisnikidan kichikroq bo'lsa, nearest avtoservisga shuni tenglaymizda va oxirida eng kam difference, koordinatasi difference kichkina bo'lgan avtoservisni qaytarib yuboramiz. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Buning uchun bizga ikkita variable kerak bo'ladi. Birinchisi avtoservis uchun. Buni boshida null deb tursak bo'ladi va ikkinchisi bizda aytgan metodim mana bu find distance between two coordinates. Bu starting coordinate degan va destination coordinate degan parametrlarni oladi va oxirida double qaytaradi. Double qaytarganligi uchun biz ham variable'imizni double qilishimiz kerak. Double mana buni nearest after service deylik va buni nearest
coordinate deylik. Va double degan o'zi built-in bor, bilsangiz, obyekt bor va bu obyektning ichida max value degan narsa bor. Max value degani bu o'sha max size'ga o'xshagan narsa Pythondagi. Juda ham katta raqamni tenglab qo'yadi max value'ga. Va endi biz loop qilib chiqishimiz kerak avtoservislarni. Avtoservislarning ichida avtoservices o'zi aslida bizda list emas, bunaqa loop qila olmaymiz, balki hashmapida, hashmap o'sha dictionary, bularni valuesini loop qilib chiqishimiz kerak. Va endi tekshiramiz, agar mana shu avtoservisni car moduli teng bo'lsa, bizni bu yoqdagi car modulga va yana bitta narsani tekshiramiz. Difference between two coordinates, ya'ni distance between two coordinates, current coordinate va avtoservisni koordinatasi kichik bo'lishi kerak biz uchun nearest coordinate'dan. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz tenglab qo'yamiz nearest avtoservisga va nearest coordinate'ni tenglab qo'yamiz difference avtoservice.get coordinate ga. Yes. Va oxirida qaytaramiz. Avtoservis qaytarish kerak, ya'ni nearest avtoservisni qaytaramiz. Let's check. Yes, we have passed. So the next three are left. List after service rating qaytarish kerak bo'lgan metod bizda get top rated after services and mean average rating. Bu qanaqa edi? Mean average rating beradi. Mana shu mean average ratingdan katta yoki shunga teng bo'lgan avtoservislarni listini qaytarishimiz kerak. Bilsangiz, bizda bookings degan hashmap bor edi va unda har bitta bookinglar saqlanardi. Va o'sha yerda bor avtoservislargina rating qilingan bo'ladi. Ya'ni booking qilinmasdan turib hech qanday avtoservis rating bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz o'sha bookingni ichidagi bookinglarni iterate qilib turib, ularni ichida avtoservisini olib, avtoservisning ichida rating degan attributi bo'ladi. O'sha attributni tekshirsak bo'ladi, average ratingdan kichik yoki tengligini. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, keyin uni mana bu array listimizga qo'shib turib va uni qaytaramiz oxirida. Buning uchun biz birinchi array listni yaratib olishimiz kerak. Array list of what? After service rating. Let's just call it results. Bookinglarni iterate qilib olamiz. Valuesini qilamiz, chunki bu hashmap. Va tekshirishimiz kerak birinchi bookingni cancel bo'lmaganligini. Is cancelled. Bunday qilib qo'ysak, notligini tekshiradi. Va bookingni ratingini olamiz.
katta yoki teng bo'lsa min average ratingdan. Yo'q. Hozir biz bookingni qo'shmaymiz, avtoservis ratingni qo'shish kerak. Avtoservis rating booking ichida saqlanmagan. Bookingni ichida bizda book ID bor, driver bor, avtoservis bor, avtoservisni listlari bor va cancelled rating comment bor. O'zi umuman hech qayerda avtoservis rating degan obyekt yaratilmagan va hech qayerda saqlanmagan. Lekin avtoservis ratingni ichida bizda nima bo'lishi kerak? Avtoservisni o'zi bo'lishi kerak, average rating bo'lishi kerak va comment bo'lishi kerak. Buni biz qanday qaytarsak bo'ladi? Yangi umuman avtoservis rating yaratib turib, shu yerni o'zida shuni qo'shib yuborsak bo'ladi. Bookingni ichidan avtoservisni olsak bo'ladi. Bizga avtoservis kerak. Va bookingni ichidan yana ratingni olsak bo'ladi va bookingni ichidan yana anaqa olsak bo'ladi, commentni olsak bo'ladi. Get comment olsak bo'ladi. Bu yerda nima xato qaytar? Expect 3 arguments but found one. Bitta toshchi bo'lib qolibdi. Buni yopamiz. Calculate average rating degani bor ekan. Mana bu yerda average rating o'rniga mana shuni chaqirsak bo'ladi. Chunki agar biz bookingni ratingini qaytaradigan bo'lsak, faqatgina o'sha booking uchun qilingan ratingni chaqirib qo'yadi. Shuning uchun calculate average ratingni chaqiramiz. Bu yerda avtoservis ID berish kerak. Avtoservis bitta booking dot get avtoservis qilib turib, uni IDsini olsak bo'ladi. Yes. Va bu yerda return qilayotganda biz nimani chaqiramiz? Resultsni chaqiramiz. Qani, snipper. Past. 12 ta testdan o'tdik. Va 2 ta metod va 8 ta test qoldi. Okay. Get driver total spent. Ya'ni driverni total umumiy ishlatgan yurgan yo'limi yoki ishlatgan puli. Bu avtoservis bo'lsa, umumiy ishlatgan pulini hisoblashimiz kerak. Bu qanday hisoblaymiz? Biz yana bookingga boramiz, chunki hamma narsa bookingning ichida bo'lyapti. Bookingning ichida list of avtoservices bor edi, ya'ni o'sha driver book qilgan avtoservislar ro'yxati va o'sha ro'yxatning ichida bizda servislar ro'yxati bor. List of avtoservices emas, list of services. List of services va bu servisning ichiga o'tadigan bo'lsak, servisning ichida bizda cost degan attribut bor. O'sha costlarni umumiy narxini hisoblab qo'ysak bo'ldi. Double qaytarish kerak ekan. Demak, double total deymiz. Let's just call it none. Yo'q, null deya olmaymiz, chunki qo'shish uchun boshida uni values bo'lish kerak, shuning uchun 0 ga tenglab qo'yamiz. Yana bookinglarni bitta ko'rib chiqamiz.
va u albatta cancelled bo'lmasligi kerak. Dot is cancelled bo'lmasligi kerak. Va yana bitta loop through qilib chiqamiz va bu safar endi servislarni ko'rib chiqamiz. Bookings booking dot get service list. Yeah. Shunday qilib qo'ysak bo'ldi. Totalga qo'shamiz servisni costini. Va oxirida return qilamiz totalni. I guess done. Yeah. Let's check it. Yeah. Driverga tekshirmamiz u. Driver total spend known unknown driver. Mana bitta tekshirish kerak edi. Booking dot get driver dot get ID equals driver ID and menimcha endi o'tish kerak. O'tdi. Oxirgisi bizda get most popular service. Buni qilish uchun bizga bitta hashmap kerak bo'ladi. Biz hashmapga keyga servisni valuesiga bo'lsa necha marta book qilinganligini saqlaymiz va buni qayerdan olamiz? Yana o'sha bookings degan hashmapning ichidan, chunki u yerda hamma bookinglar bor va bookingni ichida bizda driver bor va list of services bor. Ya'ni o'sha driver book qilgan servislar listi bor. O'sha listning ichida necha marta appear bo'lganligiga qarab turib, popularity'sini hashmap ichiga saqlab chiqamiz va undan keyin uni ichidan maksimum valueli servisni qaytaramiz. Service and integer let's call it services. Va birinchi tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa uni cancel bo'lmaganligi. Chunki agar cancel bo'lgan bo'lsa, u book qilingan bo'lmaydi va biz count qilmasligimiz kerak. Booking not is cancelled. Ya'ni is cancelled true qaytarsa cancel bo'ladi, bizga false bo'lishi kerak. Services dot put services bizda get or default Javada get or default degan metod bor. Ya'ni bu get bo'ladigan bo'lsa, getni ishlatsangiz o'sha bu yerga keyni berish kerak. O'sha keyli pairni valuesini qaytaradi. Masalan, biz hozir services bilan qaytaryapmiz, lekin boshida bizda services degan hashmapning ichida hech narsa yo'q.
Demak, get ishlamaydi, default ishlaydi. Get or defaultni ichida ikkita value berish kerak. Get bersangiz, keyni berish kerak. Bizda servisiz degan hashmamni ichida keyda servis turibdi, valuesida integer berib turibdi. Qaysidir bir servisni bersak, o'sha servisni valuesini bizga qaytaradi. Va biz hozir qaysi servisni I'm sorry. Hamda biz yana bitta for loop ishlatishimiz kerak, chunki hozir bookingni cancelligini tekshirdik, lekin service listni hali iterate qilmadik. Get service list. Yes. Ana endi anoni chaqiramiz. Ya'ni mana shu service valueli keyli pairimizni valuesini chaqiramiz. .put degani bu dictionaryga qo'shish degani. O'sha dictionaryga qo'shamiz. Hozir agar bu servisimiz dictionaryni hashmabni ichida bo'ladigan bo'lsa, uni oldingi valuesiga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, 1 qo'yamiz. Get or default ishlaydi. Getga biz mana bu servisni berishimiz kerak. Ya'ni mana bu yoqda iterate qilayotgan servisimizni defaultga 0 beramiz. Plus 1. Plus 1. Servis. Bu yoqqa nimaga servis deb berdim? Chunki biz bu key bo'lyapti. Biz hashmabga qo'shayotganimiz bu bo'lsa values bo'lyapti. Hozir bu yerda biz nima qildik? Mana bu servisni ichini to'ldirib chiqdik. Servislarni necha marta ishlatilganligiga qarab. Endi xuddi tepadagi mamga o'xshatib, nearest after service'ga o'xshatib, ikkita yana variable ochib olishimiz kerak. Unda biz most popular anaqani qaytaramiz va maksimum marta, ya'ni eng ko'p marta book qilingan servisni qaytaramiz. Buning uchun bizga ikkita variable kerak. Bittasida keyni saqlaymiz, yana bittasida valuesini saqlaymiz. Hozircha null deb turaylik. Integer max count. Let's call it just -1. O'tgan safar max value'ni chaqirganda, endi bu safar kamida 0 dan katta bo'ladi. 0 yoki undan katta bo'ladi. Shuning uchun -1 deb olsak bo'laveradi. Min deb chaqirish shart emas. Chunki minusda baribir unaqa bo'lmaydi. Endi yana bir marta iterate qilib chiqamiz. For services.keyset va tekshiramiz. Agar servisni yo'q, services get service katta bo'ladigan bo'lsa max countdan popularga tenglaymiz
servisni va max countga tenglaymiz. Services.get service ni. Va oxirida null emas, mana popularni return qilamiz. Agar chiqmasa null qaytaradigan, usiz ham bizda popular ichida null turibdi, ya'ni bo'lmaydigan biz to'g'ridan-to'g'ri null qaytadi. Qani rad qilib ko'ramiz. Ishlash kerak. Yes. ta test pass bo'ldi. Va hammasini qildik. Mana shuni ham qisqartirib bunday berib qo'ysa bo'ladi, xato bo'lmaydi. Yes. Bo'ldi. That's it.